Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size Qacar Roza Washington'da sözleyimiz. Bugünkü sağış 2021 yıl 3. ayının 17. günü vatandaş. Vaziyeti 18. günü Alyaska'da. Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori darajalik amaldorlari bilan Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari suhbat o'tkazdi. Hozir Washingtondan chiqqan ushurlarga qaraganda bu suhbatda ancha cho'ng ilgirlash bo'lmaydigandek turadi. Buning ustiga hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Alyaska'da Jungo rahbarlari bilan Amerika Qo'shma Shtatlari rahbarlari suhbat o'tkazdi. Yuqori darajalik rahbarlik suhbat o'tkazdi. Da'vat ham bir paytda Tungulatan Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi va hukumat hozir 3-oyning 11-kuni Shangangda saylamni Hong Kongda saylam qonunini bekor qilish, Jungochi saylam tartibini o'rnatish to'g'risida xalq vakillar qurultayi chiqargan qarorga nisbatan 14 nafar Xitoyning xalq vakillar qurultayining 14 nafar amaldorini Amerika Qo'shma Shtatlari embargo qildigan bo'ldi. Bu bosh mavzuda 14 nafar deyildi. Mavzuning mazmunida 24 nafar deyildi. Yana boshqa Shanghai ya Hong Kong Jungo amaldorlarini embargo qildigan bo'ldi. Alyaskada suhbat o'tkazildi. Bugun embargo qiladigan bo'ldi. Mushumandan aytganda bu qatamqi suhbatdan oxirgi natija yo'q yoki siz bizni emasdan Uyg'urlar qaritilgan jazo lagerini bekor qilish va uni amaldan qoldirish degandek mushundaq eng tuvan chekdagi umidvorligimizga yarasha boshqa bir natija yo'qdir. Chunki ikki davlat o'rtasida bu suhbat ya davomlashtirganligini bir nima demadi. Buni Davlat ishlar kotibi Antony Blinken uzib aytdi. Bizni suhbatni qayta davomlashtiramiz deydigan niyatmi yo'q dedi. Undan keyin bizning bu suhbatimiz strategik suhbatmi emas dedi. Ayni chog'da sobiq prezident Obama davrida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo hukumati iqtisod va boshqa strategik masalalar bo'yicha qarorlik suhbat o'tkazadigan bir ish bor edi. Hozir Demokratlar partiyasi Amerikada huquq boshida bu an'anani ham bekor qilgandek turdi. Anda hozir bu ikki davlat o'rtasidagi kayfiyatni va dunyoviy vaziyatga nisbatan dunyo xalqaro jamiyatning kayfiyatini ko'tarib o'tgan bir hodisa 4 davlatninki 12-kuni 4 davlat boshliqlarining ochgan ekran yig'ini bu qatam andin davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning Yaponiyada ochiq oshkora Jungo tahdidi degan gaplarni eg'izga olganligi Yaponiya tarafning shundaroq mazmunda gap qilganligidan iborat bu ish hozir Jungo partiyasining jahlini qatirib qo'ydimi degan yerga elib keldi vatandosh. Vaziyat shu qatmanliqqa tushsa, suhbat yana tuzuk davomlashmasa yoki bir natijaga erishmasa, u vaqtida siz biz taqozo bo'layotgan, umid bog'layotgan jazo lagerini bir taraf qilish ishi qanday natijaga erishadi bu siz bilan bizga yana bir savol bo'lib qoladi vatandosh. Undan boshqa tunigillardan hozir Yevropa ittifoqi Jungoning amaldorlarini kishilik huquqi bo'libmi Uyg'urlar masalasi bo'yicha kishilik huquqi munosabatda Jungo amaldorlarini embargo qiladigan bo'ldi. Bunga qarta Jungo hukumati qattiq bayonot e'lon qilib, men o'ch olaman dedi. Vaziyat mana shundoq yana kelib hozir endi Angliya hukumati Iroq sharqqa askariy qism yoki ommatga avatishni qaror qildi. Hozir yo'lga chiqdi deylik, kelib bo'ldi. Bugungi Amerika ovozdan xabarda shundaqroq turdi. Uni koni Jahongir deb tasvirlabdi. Amerika ovozi radiosi, ya'ni koni markali
zomigar mı depti. Bu Xitayning talaffuzi bilan so'zlangan so'zlar bo'lsin deyli. Vaziyetiniz ana Aşiyadan Aşiyagacha hurmatli vatandosh. Bu vaziyetiniz deganda nima desa biz nima ko'yda. Masalan, qassob qilmay qayg'usi, o'chkiga jon qayg'usi. Biz jazo lageri qachon oxirlashadi? Amerikaning Bismarckli Xitoy qachon oxirlashadi dedi. Hozir Xitoy texmi jonlanib, texmi tetiklashib degandek qarshilik ko'rsatishga. Mayli qaysi jihatdan, mayli harbiy jihatdan, mayli iqtisodiy jihatdan qarshilik ko'rsatishga o'zgaryapti vatandoshim. Bundaq ahvollar ki davlat o'tirish suhbatdan muayyan natija kutishning o'zimi ortiqcha bir ish bo'lib qoldigandekdir, hurmatli vatandoshlar. Şuna hozir biz bu suhbatni nima ishlar yuz berishi mumkin edi? Masalan, jazo lagerini biroqli bekor qilishga mumkin bo'lmasmi? Qisman oldi bekor qilish kerakmidi Jungo hukumati? Deydigan yerga kelgan edik tunugünkida. Tunugün biz canlının nazarida aytdik, hozir urush portlash oldi. Buningda ondan hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministrligining e'lon qilayotgan so'zlari va Davlat Mudofaa Ministri Austinning degan bir so'zi bu hukmda siyaset o'zgarishi, siyosatda siyosiy hukmning o'zgarishi desangiz bo'laveradi. Nima deydimi? Ishonchlik tahdid. Birinchisi siyaset xarakterlik, birdamlik va ikki-damlik tahdid. Endi buning ma'nosi, yana tushundirsak sizlarga vatandosh, sistemlik tahdid, doimiy tahdid. Yoki shu tahdidni biz sana ishlatamiz, endi bo'shashtirmaymiz. Shunga bu ishonchlik tahdid. Ishonchlik tahdid aslida qanday tahlil qilasiz? Iqtisodiy sohada tahdid, fan texnika sohasida tahdid, harbiy ishlarda tahdid, davlat kuchi va universallik davlat kuchi sohasida tahdid. Fan texnikani harbiy ishlarga ishlatish, masalan, raketa va yadro qurollari degandek ishlatish jihati tahdid. Unda navbatda o'tirg'i chiqayotgan eng muhim tahdid Amerika Qo'shma Shtatlarining ishonchlik tahdidi, kishilik huquq masalasi bo'yicha tahdid. Masalan, Tayvan masalasi, Hong Kong masalasi, Tibet masalasi, Uyg'uriston masalasi bo'yicha tahdid. Bu tahdidlar bugun endi Davlat Mudofaa Ministrining og'zi yoki Amerikani ochiq esa harbiy ishlar siyosatida ishonchlik tahdid deb ataldi. Shunday ahvol ostida biz Alyaska yig'inidan ortiqcha umid kutolmaymiz. Shunga vatandoshlarning bu masalalarga, xalqaro masalalarga og'ir bilan muomala qilishini, endi aqliy jihatda tahlil qilishini, hissiyotdan u yoqqa o'tib, hissiyotdan bu yoqqa o'tib 5 yilda ketadi deganda, shunga men uy setib olmagandim deydigan bolalarcha fikr qiladigan ishlar bo'yicha hissiyotingizni e'lon qiling, hissiyotingizni ifodalang, u sizga tamoman yo'lliq apandi. Lekin bu siyosat sohasida qiladigan gaplar emas ekanligini biz chet elga chiqib hammani ko'rib bo'ldik. Onun üstüne bizden uvalımızı kalgan Uygurlar, hozir vatandagi Uygurlar, sizden uvalığınız kimning uvalığı kaptı? Mesele bu balalarda, küçük balalarda muhakeme kılmalar efendiler. Bu dünyavi siyasetinin özgürlüğü bilen Uygurlar kilovatkanı zulüm istem. Sizden yani birisinin onun uvalı bilen Uygurlar kilovatkanı zulüm istememez. Eğer kalem veya ki ilim ilgisi bolsanız, mesela ait yaraktın küzdün efendi. Devamını anlayız vatandaş.